voy, birinchi marta bunaqa kiyinishim. Hayajonlanyapman. O'zlari katta ekan. Joni aka. Assalomu alaykum Joni aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zi, meni tanidingizmi? Men Asalinaman. Ha, albatta tanidim, voy. Barbie ko'klacha bo'lib ketibsiz-ku, Asalina. Voy, nima deyapsiz? O'zi men doim shunday kiyinib yuraman. O'tgan safar o'rtog'imning tug'ilgan kun edi. Shunga biroz egayim ochiq kiyingandimda. Endi aybga buyurmaysiz. Endi u kiyimingiz ham yaxshi edi-ku, lekin bu milliy kiyimda juda ham bir latofatli bo'lib ketibsiz. Voy, sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Aytgancha, bu kaktus sizga olib keldim. Aytgancha, nimaga aynan kaktus olib keldingiz? Kaktus o'zimga o'xshagan, yovvoyi tegingan yaralaydi. Tushundim, lekin g'alati ekan. Ko'rinishi menga o'xshaydigan, hamma yog'i tikon. Ozroq xushaydi. Hozir bir daqiqa. Alo? O'g'irladi? Kim o'g'irlaydi? Axir men senga ishonni bekitib qo'ygin deb beruvdim-ku. Nokas, shuni ham eplolmading. Joni akasi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Asalina, nima deysan endi? Men o'zimni yaqin bir do'stimga, Toniga pul yig'otgandim. Operatsiyasiga 3,5 million yig'ib qo'ygandim. Shuni ham o'g'irlab ketishibdi. Ko'rolmaydigan baxil hasadgo'ylar. Voy, Toni, kim edi u? Qanaqa kasal edi?